oldiga to'planishdi. Men eshitib turibman. Ular, "Sho'rin qurg'ur, senga nima bo'ldi?" dedilar. "Batahqiq bu kecha tug'iladigan Ahmadning yulduzi chiqdi", dedi. 5. Mahzum ibn Hani al-Mahzumiyning aytishicha, o'sha kuni Fors podshohi Kisroning ayvoni larzaga kelib, 12 ta boloxonasi qulab tushgan. Majusiylarning 1000 yildan buyon o'chmay turgan olovlari o'chib qolgan. Ba'zi bir kishilarga bu gaplar g'alatiroq tuyulishi mumkin, lekin bor haqiqat shu. Bu hodisalar turli tarixchilar tomonidan, jumladan musulmon emaslari tomonidan ham o'rganib chiqilgan. Ularning birortasi mazkur hodisalar mubolag'a emasligini tasdiqlaganlar. Bularning hammasi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning kelajakda kim bo'lishlariga ishorat edi. Omina yangi tug'ilgan go'dakni suyunchilik xabarini berish uchun Abdul Muttolibga odam yuborib, "Sizga bir g'ulom tug'ildi. Kelib unga bir nazar soling", dedi. Ehtimol bu bilan yangi kuyovlik chog'ida vafot etgan o'g'lining kuyida o'rtanib yurgan keksa otaning ko'ngliga bir oz quvonch kelishini istagandir. Abdul Muttolib quvonchga to'lgan holda shoshib yetib keldi. Murg'ak nabirasini qo'liga olib o'pdi. Uni avaylab ko'tarib, Ka'ba-i muazzamani ichiga olib kirdi. Alloh taologa hamd aytib duoyi xayrlar qildi. So'ngra nabirasini Muhammad deb nomladi. Arablar ichida bu nom tarqalmagan edi. Odamlar hayron qolishdi. An Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. رواه الشيخان والترمذي. Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam menga 5 ta ismni aytdilar. Men Muhammadman, men Ahmadman, men Mohiyman, Alloh men ila kufrni mahv etir. Men Hoshirman, Alloh mening 2 qadamim oldiga odamlarni hashr etir. Men Oqibman, dedilar. 2 shayx va Tirmiziy rivoyat qilgan. Ushbu hadisi sharifda Payg'ambarimiz alayhissalom o'zlarining asosiy ismlariga qo'shib yana 4 ta sifatlaridan kelib chiqadigan ismlarini ham tilga olmoqdalar. Birinchi, Muhammad. Bu muborak ismning lug'aviy ma'nosi hamd, maqtov aytilgandir. Arab tilining xususiyatlaridan kelib chiqib tilshunos ulamolar ayni shu siyg'adan, Muhammad siyg'atidan maqtov tinmay yangilanib turuvchi degan ma'no chiqadi, deydilar. Tarixchilar rivoyat qilishlaricha, Omina onamiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga homiladorlik vaqtlarida tush ko'rganlarida bolalari tug'ilgandan Muhammad deb nomlanishlari kerakligi aytilgan ekan. Shuningdek, Abdul Muttolib ham tushida o'z sulbidan odatdagidan boshqa ulug' maqomga sazovor bo'ladigan farzand tug'ilishiga ishorat qiluvchi holatni ko'rgan ekan. 2 tushning ta'sirida vakilinning gapiga binoan Abdul Muttolib nabirasini Muhammad deb nomlagan ekan. Tarixchilarning ta'kidlashicha, o'sha vaqtgacha arablarning ichida faqat 3 kishiga Muhammad ismi qo'yilgan ekan. Bir guruh kishilar bir podshohning huzurida bo'lishibdi. U avvalgi kitoblardan xabardor ekan. Podshoh suhbat davomida Hijoz tomondan Muhammad nomli payg'ambar chiqishining xabarini aytdi. Mehmonlar ichidan 3 kishining xotinlari homilador ekan. Uchovlari ham xotinim o'g'il tug'sa ismini Muhammad qo'yaman deb niyat qilibdilar. Ularning xotinlari o'g'il tug'ibdi. Farzandlarini yaxshi niyat bilan Muhammad deb nomlabdilar. Ular quyidagi kishilar ekanlar: Muhammad ibn Sulaymon ibn Mushoji, Muhammad ibn al-Ahijja al-Jalloh
va Muhammad ibn Himron ibn Robi'alar. Ikkinchi, Ahmad. Bu muborak ismning ma'nosi ko'p hamd aytuvchidir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning Alloh taologa ko'p hamd aytishlariga ishorat. Avvalgi samoviy kitoblardagi bashoratlarda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning faqat mana shu Ahmad ismlari kelgan. Uchinchi, Mohiy. Bu ismning ma'nosini Payg'ambarimiz alayhissalomning o'zlari men mohiyman, Alloh men ila kufrni mahv etir deb bayon qilib bermoqdalar. Biz mahv etishning hozirgi paytdagi ko'proq ishlatiladigan ma'nosini oladigan bo'lsak, o'chirib tashlash ma'nosi to'g'riroq kelsa kerak. Ya'ni Alloh taolo Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ila kufrni o'chirib tashlaydi. To'rtinchi, men hoshirman. Alloh mening ikki qadamim oldiga odamlarni hashr etur. Ya'ni Alloh taolo qiyomat kuni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qadamlari oldiga hashr maydonida xaloyiqni to'playdi. Beshinchi, Oqib. Bu muborak ismning ma'nosi ortdan keluvchi deganidir. Chunki Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hamma payg'ambarlarning ortidan oxirgi payg'ambar bo'lib kelganlar. U kishidan keyin hech payg'ambar kelmaydir. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. رواه مسلم. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga o'zlarini bir necha ismlar ila nomlar edilar. Men Muhammadman, Ahmadman, Muqaffiyman, Hoshirman, Nabiyur Rahma, Nabiyut Tawbaman der edilar. Muslim rivoyat qilgan. Bu rivoyatda avvalda zikr qilinmagan 3 ta ism zikr qilinmoqda. Birinchisi Muqaffi. Bu muborak ismning ma'nosi ham orqadan keluvchi bo'lib, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning so'nggi payg'ambar ekanliklarini anglatadi. Ikkinchi, Nabiyur Rahma. Bu muborak ismning ma'nosi rahmat payg'ambari degani. Uchinchi, Nabiyut Tavba. Bu muborak ismning ma'nosi Tavba payg'ambari deganidir.